Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan yangi fanni boshlaymiz. Demak, fanimiz yangi va eng yangi zamon davri xalqaro munosabatlar tarixi. Mazkur mavzumiz fanimiz doirasida 15 ta mavzu belgilangan. Marhamat, birinchi mavzu to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi mavzumiz fanga kirish 17-asrda xalqaro munosabatlar tarixiga boshlanadi. Demak, mazkur mavzu doirasida quyidagi rejalar bilan tanishib o'tamiz. Demak, rejalarimiz xalqaro munosabatlar va diplomatiya tushunchasi, fanning maqsad va vazifalari to'g'risida. Bundan tashqari, xalqaro munosabatlar tarixida buyuk geografik kashfiyotlarning tutgan o'rni va ahamiyati. 3-rejamizda Niderlandiya mustaqillik uchun kurashi va Gollandiya respublikasining e'lon qilinishi. 4-rejamizda 17-asrning boshlarida yirik davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlarning keskinlashuvi natijasida yuzaga kelgan 30 yillik urush va Vestfaliya sulhi mazmuni to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Keyingi rejamizda 17-asrda Angliya burjua inqilobining amalga oshishi va bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatning Angliyada shakllanishi to'g'risida to'xtalib o'tamiz va oxirgi rejamizda 30 yillik urushdan so'ng xalqaro maydondagi siyosiy voqealar haqida so'z yuritamiz. Demak, hammamizga ma'lumki, xalqaro munosabatlar tarixi bu umumiy o'sha barcha davlatlar o'rtasidagi davlatlararo munosabatlar tarixini yoritishga asosiy e'tiborni qaratadi. Xalqaro munosabatlar tarixi, uning predmeti, o'ziga xos xususiyati, boshqa predmetlar bilan bog'liqligi jihatlari nimalarda namoyon bo'ladi degan haqli savol tug'iladi. Demak, mazkur predmet avvalambor siyosiy tarixning uzviy bir qismi sifatida turli mamlakatlar, turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni o'rganadi. Shu bilan bir qatorda xalqaro munosabatlar tarixi jahon tarixidagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy omillardagi uzviy bog'liqlikni davlat va jamoat arboblarining faoliyati bilan chambarchas bog'langan holatda tadqiq etib beradi. Xo'p, fanimizning mohiyati shundan iboratki, demak, bu fanda xalqaro munosabatlar tarixida muhim omillardan biri bu makon va zamon omili hisoblanadi. Ya'ni har bir tarixiy davrning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, xalqaro munosabatlarning mazmun mohiyati belgilab beriladi. Misol uchun, 19-asr xalqaro munosabatlari uchun eng avvalo davlatlararo munosabatlar muhim ahamiyat kasb etgan yoki o'sha davrda muhim xalqaro munosabatlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan siyosiy arboblarni, davlat arboblarining ta'siri albatta xalqaro munosabatlarda yaqqol sezilib turadi. 20-asrga kelib, ayniqsa 20-asrning ikkinchi yarmida, ya'ni Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrlarda ko'proq xalqaro munosabatlarda globalizm, global muammolar, fransuz tili bilan aytganda mondializm yoki dunyoviy muammolarning alohida ahamiyat kasb etishiga e'tibor qaratishimiz mumkin. Demak, Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'pgina demokratik davlatlarda u yoki bu tarzdagi dolzarb masalalarni hal etish doirasida o'sha jamoatchilik fikri muhim ahamiyat kasb etadi va har bir davlat rahbari turli jabhalarda, ayniqsa tashqi siyosat masalalarida jamoatchilik fikrini inobatga olgan holatda siyosat olib borishgan ekan. Yangi va eng yangi zamon davri xalqaro munosabatlar tarixi fanining maqsadi nimadan iborat? Demak, fanimizning maqsadi, e'tiboringizni qarating, 17-asrdan boshlab ko'proq o'sha xalqaro munosabatlarda muhim voqealar bilan xarakterlanadi. 17-asrdan to bugungi kunga qadar bo'lgan davr mobaynida davlatlararo siyosiy va diplomatik aloqalar tarixini chuqur tahlil qilishdan iborat. Va bundan tashqari yangi va eng yangi zamon davrida xalqaro munosabatlarning o'ziga xos tomonlarini, ushbu davrda sodir bo'lgan jahon miqyosidagi va mintaqalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi voqea hodisalar tarixini bugungi kunga kelib tutgan o'rni, ahamiyatini yoritib berishdan iborat. Fanning vazifalari esa aynan mana shu biz o'rganayotgan davrda, ya'ni yangi va eng yangi zamon davrida xalqaro munosabatlarda ro'y bergan muhim voqealar va jarayonlarni yoritib berish. Bundan tashqari tarixiy rivojlanish davomida turli mamlakatlar va mintaqalarga xos bo'lgan xususiyatlarni ochib berish,
dunyoning turli chekkalarida ro'y bergan voqea va jarayonlarning ko'p hollarda o'zaro bog'liqligini siz magistrantlarga tushuntirish, bundan tashqari tarixiy rivojlanishning barcha mamlakatlar uchun umumiy qonuniyatlar mavjudligini namoyon qilish, jahonning turli davrlarda alohida o'sha xalqaro munosabatlarda muhim o'rin tutgan shaxslarning o'rnini ko'rsatib berish va boshqalardan iborat ekan. Xo'p, fanimizda umuman yangi davr boshlanishini siz magistrantlar yaxshi bilasiz. Bu buyuk geografik kashfiyotlardan boshlanadi. Buyuk geografik kashfiyotlar shunday jarayonni boshlab berdiki, shu vaqtga qadar asosan Osiyo va Yevropa mamlakatlarining o'rtasidagi savdo aloqalari ko'proq quruqlik yo'li orqali, ya'ni Buyuk Ipak yo'lining ahamiyati muhim hisoblangan holatda amalga oshirilgan bo'lsa, Christopher Kolumb yoki Vasco da Gama'ning yangi dengiz yo'llarini kashf etishi natijasida dengiz yo'llari orqali yangi yo'llar kashf etildi. Hindistonga, Osiyoga va Hindistonni izlab yangi qit'a kashf etildi. Yangi dunyo deb e'tirof etilgan Amerika Vespucci tomonidan yangi dunyo deb e'tirof etilgan hududlarning kashf etilishi bu Yevropa davlatlarining tashqi siyosatida mustamlakachilik siyosatini, ya'ni konkista siyosatining boshlanishiga sabab bo'lgan. Aynan mana shunday siyosatda Portugaliya va Ispaniya o'z mavqeini ancha mustahkamlab, yirik mustamlakachi davlat sifatida dastlabki siyosatlarni olib borgan va Rim papasi ham bu ishga aralashib 1493-yilda bulla, ya'ni qonun ishlab chiqib, aynan Shimoliy va Janubiy Amerikani mustamlakaga aylantirish, ya'ni konkista siyosatini olib borishda Ispaniya, Hindiston, Xitoy, Yaponiya va boshqa Osiyo davlatlarida bu siyosatni amalga oshirishda Portugaliyaga katta huquqlar bergan ekan. E'tibor qarating, aynan mana shu davrdagi xalqaro munosabatlarda har uchala voqea ham, ya'ni o'sha Niderlandiyadagi sodir bo'lgan inqilob yoki bo'lmasam 30 yillik urush yoki o'sha Buyuk Britaniya, ya'ni Angliyadagi burjua inqilobi, uchalasining zamirida ham umumlashtirib turuvchi jihat bu o'sha din bilan bog'liq, ya'ni xristianlik dini bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ta'sirida sodir bo'lgan ekan. Xo'p, demak, birinchi voqea, ya'ni Niderlandiyadagi inqilob haqida to'xtalsak, ya'ni Niderlandlar biz aytdikki, joylashgan o'rniga ko'ra nihoyatda muhim nuqtada joylashgan. Asosan ular savdo sotiq bilan shug'ullangan, sharqdan nafis buyumlarni tijorat yo'li orqali sharqdan olib kelib, Yevropa bozorlariga, Yevropa mamlakatlariga tarqatishgan. Bu o'rinda Niderlandiyaning 3 ta shahri, Brugge, Gent va Antwerpen shaharlarini alohida e'tirof etishimiz mumkin. Ular orasida Antwerpen Yevropaning eng yirik bandargohlaridan biri ekanligi bilan ajralib turadi. Ya'ni unda 2,5 ming savdo kemalari bir vaqtni o'zida langar tashlashi mumkin. Bu degani bir kunda kamida 5 ming savdogar shaharga tashrif buyurishadi. Demak, 16-asrda shunday qilib o'sha Niderlandiyaning shaharlari sharq bilan savdoda yetakchi bo'lganligi tufayli bu hududni qo'l ostidan chiqarmaslik uchun Ispan Habsburglari qattiq harakat qilishgan. Demak, Niderlandiyaning shimoliy hududida aholi protestantizmga e'tiqod qilishgan bo'lsa, janubiy hududdagi aholi katolisizmga e'tiqod qilishardi. Ispan Habsburglaridan aynan dastavval Karl IV, keyinchalik Filip II davrida hukmronligini ushlab qolish uchun, o'z mavqeini saqlab qolish uchun keskin siyosatni amalga oshirdi, ya'ni protestantlarni ta'qib qilish siyosatini davom ettirdi. Filip mamlakatda hokim sifatida gersog Albani yuborgandan so'ng, Alba bu hududda o'zining inkvizitsiya tartibini, ya'ni o'sha cherkov inkvizitsiyasini qayta tiklagan va aholini qattiq bosim ostida ushlab turishga harakat qilgan. Inkvizitsiyaning bu yerdagi qabul qilgan qarorlaridan biriga e'tibor qarating. 1568-yilda inkvizitsiya qabul qilgan qarorlarning birida butun bir xalqni o'limga mahkum etdi. Bu degani mamlakatda protestantizmga e'tiqod qilgan Niderlandlarni 3 million kishini o'limga mahkum etishdi. Demak, mana shunday holat
mamlakatdagi ozodlik uchun kurashni yana ham keskinlashuviga, yana ham jadallashuvga, kuchayishiga sabab bo'lgan. Alba atrofida va albatta o'sha Niderlandiyaning janubida yashovchi katolik mazhabiga e'tiqod qiluvchilar uni qo'llab-quvvatlagan va ularga qarama-qarshi protestantizm, ispan Habsburglarga qarshi ozodlik kurashini olib borgan ekan. Bu kurash uzoq vaqt davom etdi. 1579-yilda Shimoliy viloyatlar Utrext uniyasiga birlashganda uniyada yetakchi Gollandiya hisoblanadi, ya'ni Gollandiya Respublikasi va ularning faoliyatiga Vilhelm Aranskiy yetakchilik qilib, bu kurash jarayonida oxir-oqibat 1609-yilga kelib, Shimoliy viloyatlar mustaqilligini ta'minlab bergan ekan. Janubiy hududlar esa Ispaniya Habsburglarning qo'l ostida saqlanib qolaverdi. Bu hudud bugungi kunda Belgiya deb yuritiladi. Shimoliy hududlar esa o'z mustaqilligini qo'lga kiritishgan ekan. Xo'p, demak 17-asrdagi yana bir muhim voqeaga to'xtalamiz. Demak, bu 30 yillik urush 17-asrda xalqaro hayotning eng yirik, eng muhim voqealardan biri sifatida e'tirof etiladi va bu urush Yevropa miqyosida birinchi barcha mamlakatlarni o'z girdobiga tortgan urush sifatida e'tirof etiladi. Urushning boshlanishidan oldin o'sha Germaniyaning ichki kurashlari, knyazliklar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar avj olgan. Bilamizki, 17-asr boshida kontrreformatsiyaning kuchayishi natijasida o'sha protestantlikka e'tiqod qiluvchi hududlarga, aholiga nisbatan tazyiq ancha kuchayadi. Mana shunday jarayonda Germaniyadagi diniy siyosiy vaziyatning keskinlashuvi Yevropa davlatlari o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlik, ziddiyatlar bilan qo'shilib ketganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 1608-1608-9-yillarda, demak, bu yerda nemis knyazlarining diniy mazhabi negizida ikkita liga tashkil etiladi. Ya'ni biri Evangeliya uniyasi, Injilchilar ittifoqi deb e'tirof etilyapti, protestantizmga e'tiqod qiluvchi knyazliklar o'rtasida tashkil etilgan. Ikkinchisi Katolik ligasi, katolik mazhabiga e'tiqod qiluvchi knyazliklar birlashib tashkil etgan. Har ikkala ittifoq ham xorijiy davlatlarning ko'magini oldi va ularning ko'magida o'zaro kurash olib bordi. Natijada Germaniyadagi har qanaqangi harbiy to'qnashuv davlatlar o'rtasidagi keskinlashgan munosabatlar sharoitida xalqaro nizoga aylanib ketish mumkin edi. Va shunday bo'ldi ham, ya'ni 30 yillik urush Germaniyadagi qarama-qarshilik negizida butun Yevropani o'z domiga tortdi. Germaniya esa harbiy harakatlar maydoniga aylandi. Urushni to'xtatish zarurati 1638-yildayoq Rim papasi Daniya qiroli tomonidan ilgari suriladi va 1644-yilda Myunsterda tinchlik kongressi ochilib, bu yerda imperator bilan Germaniya imperatori va Fransiya o'rtasidagi muzokaralar olib borilgan bo'lsa, 1645-yilda Vestfaliyaning Osnabrück shahrida Shved-German munosabatlari natijasida, muzokaralari natijasida urush harakatlari to'xtatilgan va nihoyat 1648-yil 24-oktyabr sanasida Münster va Osnabrückda imzolangan tinchlik shartnomalari tufayli 30 yillik urush yakuniga yetdi. 30 yillik urush natijasida Germaniya o'zining siyosiy tuzilishi, uning hududidagi din masalasi yechim topdi. Gollandiya va Shveysariyaning mustaqilligi to'liq e'tirof etildi. Tinchlik Yevropa davlatlarining tartibiga va Germaniyadagi vaziyatni sezilarli darajada o'zgarishga olib kelgan ekan. Hududiy jihatdan ko'proq Shvetsiya urushdan katta foyda ko'rdi, ya'ni u katta miqdordagi tovon olish bilan bir qatorda Boltiq dengizi atrofida o'z hukmronligini mustahkamlashga erishdi. Fransiya ham siyosiy mavqeini mustahkamlab, ya'ni 30 yillik urushdan so'ng Yevropaning eng yetakchi davlatlaridan biri sifatida o'zining asosiy maqsadi, ya'ni Germaniya imperiyasining siyosiy mavqeyining zaiflashuviga erisha oldi. Germaniya esa yana 200 yil mobaynida tarqoqlikni saqlab qolishga majbur edi. Germaniya hududida protestantlikka e'tiqod qiluvchilar uchun ham, katolik mazhabiga e'tiqod qiluvchilar uchun ham din erkinligi e'lon qilindi. Hurmatli talabalar, shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.